Sana 3 sutka o'tirib chiqqan do'sting. Kutadi mani onam, manam sog'inganman. Sog'inib mahallami, do'stu ulfatlani bayradi aeroport. Osmondagi samolyot kutib olar o'zga yurt. Kechiring. Firdavs aka. Ukam, qalaysan? Yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Oho, qo'llaringiz ham galereya bo'lib ketdi yoki? 3-4 kundan beri mahallada ko'rinmay qoldingiz, qayerda edingiz? So'raman. O'ta qo'rqinchli uka. O'ta qo'rqinchli. Ona ko'zi, ona mehri. Har doim shu narsani o'ylaysan. Ozodligida baribir boshqacha ekan. Ozodlikni hidi. Balchini hidi kelyapti yoki nima bo'lyapti sizga? Qayerda edingiz o'zi? Ozodligini tushunmas ekansan. Lekin mana o'ta qo'rqinchli, ishonib o'tgan. Ona ko'z yoshi erkakga og'ir botadi. Tinchlik bo'lsa qanchaga kirib ketdingiz aka? Ukam, kenayimdan ushib qoldim. Yozib oldim. 3 sutka o'tda o'tirish qiyin masala ekan. 3 sutka? Ay! Boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Sening gapingni eshitsam boshqa. Sandiq o'tirganligi. Mana qayerdan bilarding o'tda o'tirishni?